Ana, syomkalarni ham tugatib oldik-a, Sardorbek. Ha, aka. Mana shuni ko'rib berasizlarmi, aka? Nima bo'lyapti, aka? Motorda qaltirash bor, keyin dim. Yaqinda svecha almashtirdim, bobina almashtirdim, propan qo'ydim. Qanaqa qo'ydi svecha bobinalarda, aka? Bilmayman, nomini koreyskiy yaxshi-ku. Aka, endi Koreyani svechalari, Yura, NJK svechalar, Jam svechalar, bular juda zo'r, juda sifatli svechalar hisoblanadi. O'zbekistondagi eng zo'r, hamma taniydigan svechalar. Menga o'sha koreyskiy dedi, lekin zo'ridan deyishdi. Ha, lekin aka, bizdagi yoqilg'ilar, betanmi, propanmi, benzinmi, ularning sifatiga balki bizda svechalar javob bermayapti. Tez ishdan chiqyapti. Tez ozroq muddat xizmat qilyapti. Shuning uchun biz aynan aka Mansurovdan shunaqangi svechalar chiqarganmizki, aynan bizning yoqilg'ilarga, aynan bizning muhitga javob beradigan sifatda qilib chiqarganmiz. Aka, bizga akalar yozishyapti. Mashinamiz tez chiqgan edim, har qanaqa svecha qo'yaman, tez kuyib qolaveradi. Lekin Mansurovni qo'ydim, baraka topdim deyapti. Chunki Mansurovning svechalarida iridiumlik varianti bor, ya'ni ignalik, ignalik bo'ladi. O'ziga qurum to'plamaydi, tez chaqadi va ortiqcha rasvot qildirib qo'ymaydi. Va shunga muayyan ravishda bobinalarni ham Mansurovdan olsangiz, birinchidan narxlari ham yonbop. Ikkinchidan biz kafolat beramiz. Uchinchidan chek degan datchik borligini unutib olasiz. Mashina Escobitda ekan, Malibuga qo'yib betonchalarda bosishyapti akalarimiz masalan. Aka, men shuni tavsiya qilib qolaman sizga. Endi buni baqa bering. Shuncha maqtadingiz, sizdan sovg'a endi bu.